Siyosatdagi yoshlar – bu yoshlarning siyosiy huquqiy faolligini oshirish, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarda faolligini ta'minlash, shu bilan birgalikda davlat boshqaruvi jarayonidagi faolligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli loyiha hisoblanadi. Loyiha doirasida mamlakat bo'ylab 25 marotaba viloyat darajasida tanlovlar tashkil etildi. Unda 49 ta oliy ta'lim muassasasidan 865 nafar yoshlar ishtirok etdi. 173 ta jamoa orasida 125 nafar yoshlar g'oliblikka erishdi. 128 nafar yoshlar esa loyiha a'zolari sifatida saralandi. Tanlov 3 bosqichdan iborat bo'lib, davlat boshqaruvi, siyosiy jarayonlar va jamoatchilik munosabatlariga oid savol-javoblar, mantiqiy tahlil hamda debatlar orqali ishtirokchilarning siyosiy saviyasi baholandi. Eng yuqori natija qayd etgan 14 ta jamoa uchun siyosiy liderlik va jamoatchilik boshqaruvi mavzularida yuqori darajadagi master-klasslar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Unda deputatlar, senatorlar va siyosatshunos mutaxassislar ishtirok etadi. Siyosatdagi yoshlar loyihasi bu kelajak rahbarlarini tayyorlashga qaratilgan va bugungi kunda strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim platforma sifatida o'z hissasini qo'shib kelmoqda.